Markaziy televideniyesi taqdim etadi. Ko'k sichqoncha bilan xumbosh mushuk sarguzashtlari. Ssenariy muallifi Zhang Xiaolao, rejissyor Gao Lanxiang, rassom Liu Yawen, bastakor Zhu Ji, multiplikator Cheng Xiangming. Ko'k sichqonchaning bilim egallashi. hidi juda ham zo'r ekan-ku. Nimasini aytasiz? Qani endi mashinam shokoladdan yasalgan bo'lganda-edi. Nimaga deysizmi? Zo'r hid chiqarardi-da. Shokolad yaxshi narsa. Elon, tez kunlarda hayvonlar o'rtasida sirk tomoshalarini a'lo darajada bajarish bo'yicha musobaqa o'tkaziladi. G'olib shokolad mashina bilan taqdirlanadi. Musobaqa o'tkazilar ekan. Agar qatnashsam, mashina yetib olardim. Lambi, albatta qatnash, yetasan, chunki juda chaqqonsan. Ishonchingiz uchun rahmat. Buvajon! Buvajon, men hoziroq sirk ilmini o'rganishim kerak. Musobaqada qatnashmoqchiman. Oson ish emas. Rozi emasmisiz? Buni biladigan bir hayvon bor, lekin rozi bo'larmikin senga o'rgatishga? U kim? Janob Bo'rsiq. U juda ham qattiq qo'l. Mashqlariga chiday olarmikinsan? Qani avval boraychi. Salom ustoz. Senga nima kerak? Sizdan ilm o'rgangani keldim. Mendan ilm o'rgangani keldingmi? Balki narsalarimni o'g'irlaganidir. Istasangiz imtihon qilib ko'ring, keyin bilmaganlarimni o'rgatasiz. Bo'pti, ko'raylik-chi. Voy! Mana! Voy, yaramas. Seni shogirdlikka olaman. Voy, ustozginam. Ana qara. Qaytar. Sagradek. Ustoz!
Ustoz, Xo'sh, o'zing harakat qilib chiqdingmi? ha, albatta. Qorning ham ochgandir. Hali kech nima yeganim yo'q, ustoz. Unda yaxshilab eshit, hozir bir joyga boramiz. U yerdan qancha yegulik olib chiqa olsang, hammasini o'zing yeysan, ha? Rostdanmi? Bu men uchun juda oson ish-ku, ustoz. Voy, vo. Tushundingmi? Aha. Qani unda ishga kirish. Oy. Ana endi menga qarab tur. Hurmatli tomoshabinlar, endi sichqoncha Lampi o'zining nimaga qodirligini ko'rsatadi. Marhamat, tomosha qiling. Endi ikkinchi shartimizga o'tamiz. U sham o'chirish deb nomlanadi. Shartni birinchi bo'lib, har galgidek janob ayiq boshlab beradilar. Marhamat. Qani buni nima tomosha ko'rsatgan? Iltimos, diqqat qilinglar. Ikkinchi bo'lib bu shartni janob tulki bajaradilar. Marhamat, janob. Hozir qilaman, hozir. Hurmatli tomoshabinlar, endigi navbat ko'k sichqoncha Lampiga. Marhamat, tomosha qiling. Lampi qo'shashma. Qani. Diqqat! Musobaqa g'olibini e'lon qilish uchun so'z hakamlar hay'ati raisi janob Begemotga beriladi. Marhamat. Hammamiz guvoh bo'lganimizdek, bugungi musobaqamizning barcha shartlarini ko'k sichqoncha Lampi a'lo darajada bajardi. Shuning uchun u musobaqa g'olibi deb topildi. Sovrin sifatida biz unga shokolad mashina taqdim etamiz va unga kelgusi ishlarda omadlar tilab qolamiz.
qoyil, mana buni sovg'a desa bo'ladi. Endi men bu mashinada xohlagancha sayr qilaman.